umidvor o'tiribmiz. Allohim o'zing biz dardimizga shifo bergin. Allohim o'zingni o'ziga muhtoj qilmaydi. Prezident buvamizni ham umri uzoq bo'lsin. Bizday bolalarga yordam bersin. Yurtimizda hech kim kasal bo'lmasin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Assalomu alaykum Prezident bobo. Mana biz 8 yildan beri yurolmaymiz ukam bilan. Biz ham oshna og'aynilarimiz bilan qo'shilib maktabga borgimiz keladi. Futbol o'ynagimiz keladi. Bizga ham yordam bering. Go'daklikdan bosh kinamga balo keldi yog'ilib, qo'sha qo'sha judolikdan nido keldi yog'ilib, alamlardan ko'z yoshlarim daryo bo'ldi yig'ilib, ichimdagi dardlarimga darmon yo'q sendan bo'lak, rahm qilgin bu holimga rahmon yo'q sendan bo'lak, ichimdagi dardlarimga darmon yo'q sendan bo'lak, rahm qilgin bu holimga rahmon yo'q sendan bo'lak. Assalomu alaykum hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Sizga murojaat qilishimizdan maqsad farzandlarim zo'rayib boruvchi mushak distrofiyasi Duchenne formasi bilan kasallangan. Shu jumladan yurtimizda bu kasallik bilan 400-500 dan ortiq bola kasallangan. Men 2018-yildan buyon farzandlarimni davolataman. Imkon darajasida davolatyapmiz. Lekin farzandlarim tuzalib ketishligi uchun Elividis Atalorin nomli dori bor, vaksina bor, lekin u vaksina juda ham qimmat turadi. Bizlarda imkoniyatimiz yetmaydi. 2018-yildan beri bormagan joyimiz qolmadi. Davolatmagan, ko'rsatmagan doktorimiz qolmadi. Uje bizlar ham holdan toydik. Farzandlarim kundan kun so'lib boryapti ko'zimda oldida. Uje harakat qilishga ham kuchi bo'lmayapti. Katta o'g'lim hattoki qo'lini ko'tara olmayapti. Ikkinchi o'g'lim yura olmayapti. Bular aytyapti, biz maktabga boramiz. Biz o'rtoqlarimizga qo'shilib yurishdan o'ynashni xohlaymiz. Biz qachon yaxshi qilamiz, yaxshi bo'lamiz, qachon maktabga boramiz deb farzandlarim har kun yurishda, ko'chaga yugurishda so'raydi mendan. Men farzandlarimga Alloh sinov bo'lsin, sabrliroq bo'laylik. Alloh aytgan kun tuzalasizlar deb har kun dalda beraman pullarimga. Bizga yordam bering iltimos sizdan. Sizdan boshqa yordam beradiganimiz yo'q. Imkoniyat darajasida qilyapmiz, lekin kuchimiz yetmayapti. Bolalarimga qarayman deb o'zim ham kasal bo'lib qoldim. Onkologik kasal bo'lganman o'zim ham. Qiyin bo'lyapti. Turmush o'rtog'imga 3 ta nogiron boqish juda qiyin bo'lyapti. Iltimos bizga yordam bering. Alamlardan ko'z yoshlarim daryo bo'ldi yig'ilib, ichimdagi dardlarimga darmon yo'q sendan bo'lak, rahm qilgin bu holimga rahmon yo'q sendan bo'lak, ichimdagi dardlarimga darmon yo'q sendan bo'lak, rahm qilgin bu holimga rahmon yo'q sendan bo'lak.